Assalomu alaykum. Ekologik jamoat birlashmasining rahbari sifatida Yangiyo'lda bo'layotgan voqealarga o'zimning munosabatimni bildirmoqchiman. Hammamizning xabarimiz bor. Yangiyo'lda talagani natijasida 11 yoshli bola reanimatsiyaga tushdi. Men o'zim bolalarni va hayvonlarni juda ham yaxshi ko'raman va bu bolajonga juda ham ichim achidi. Ammo ommaviy axborot vositalari va blogerlarimiz, ijtimoiy tarmoqdagi ba'zi bir faollarimiz noto'g'ri axborot tarqatishyapti. Aniq bo'lishicha, u bolachani egasi bor talagan. Bundan 2 yil oldin Samarqandda ham shunaqa voqea bo'lgandi. Buning natijasida hamma daydatlarni qirilishgandi, ammo keyin aniq bo'lgan edi. Samarqandda ham o'sha urushtirish uchun tayyorlangan it o'sha qizchani talagan edi. Nima uchun mana shu bolachani talagan itning egasi javobgarlikka tortilmayapti? Eng avvalo bizni katta muammomiz bu boshpanasiz hayvonlarni nima uchun ular ko'payadi? Kichkinaligida olib ko'chaga uloqtirib tashlashadi. Ozgina katta bo'lgandan keyin bu birinchidan, ikkinchidan mana shunaqa qarovsiz hayvonlarni egasi bo'la turib ular jazoga tortilmaydi. Butun mamlakatlarda, rivojlangan mamlakatlarda birinchi galda mana shu egasi javobga tortiladi va bunda ham mana shu holatda ham buni amalga oshirish kerak. Ikkinchidan, hozir Ekolog.uz Telegram kanalimizda botiga juda ham ko'p murojaatlar kelyapti. Ya'ni o'sha Yangiyo'lda nafaqat daydatlarni ushlab ketishyapti, balki uydagi itlarni hovlidan olib chiqib ketishyapti. Hurmatli fuqarolar, o'sha sizni hovlingizdagi it u sizning mulkingiz. Demak, majburan olib chiqib ketilyaptimi? 102 ga ichki ishlarga telefon qiling. U sizni mulkingiz. Siz uyingizdan birorta mulkingizda, tilingizda olib chiqib ketsa, indamay qarab o'tirmaysiz-ku. Xuddi mana shunaqa holat. Uchinchidan, boshpanasiz hayvonlarni shafqatsizlikni oldini olish bo'yicha qonun loyihasi ishlab chiqildi. O'zi aslida 2 yildan beri o'sha qonun loyihasi ishlab chiqilyapti. Mana shu qonun loyihasi hozir tayyor bo'ldi va hurmatli deputatlarimizdan uni tezroq shu o'qib qabul qilish choralarini ko'rishni iltimos qilib qolar edik. Uchinchidan, mana shu Yangiyo'ldagi yana bugun keldi shu xabar va Ekolog.uz Telegram kanalimizga berdik. Endi hamma boshpanalar to'lib toshganligi sababli itlarni o'ldirish uchun zaharli xo'raklarni hamma joyga sotishyapti ekan va albatta itlar ham o'lgan, boshqa jonivorlar ham o'lgan, chunki uni mushuk ham yeydi, qush ham yeydi, tipratikan ham yeydi, boshqasi ham yeydi. Eng asosiysi, yerda o'sha zaharlangan sosiskanichi bolachalar ham og'ziga olishi mumkin. Va biz qachon mana shunaqa vahshiylikni to'xtatamiz? Qachon yana bitta bola o'lgandan keyinmi? Unga keyin kim javobgar bo'ladi? Mana shu masalalarni ham o'ylab ko'rish kerak. Yana bitta muhim faktni aytmoqchiman. Boshpanalar, ya'ni boshpanasiz itlar uchun priютlarimiz bor, lekin ularning hammasi xususiy. Bizada davlat priютлari yo'q. Davlat qaramog'idagi priютlarni 2025-yilda davlat dasturiga kiritilgan edi. Har bir viloyatda bittadan shunaqa priют qurishdi, ammo afsuski birortasi qurilmadi. Bu ekologiya qo'mitasi o'sha payti vazirligida yuklatilgan edi, ammo ular vaj ko'rsatishdi, puli yo'q deb vaj ko'rsatganligi sababli bu priютlar qurilmadi. Hozirgi xususiy priютlar menga va boshqa oddiy insonlar volontyorlik qilishadi. Ya'ni volontyorlarimiz o'sha o'zlarining maoshlarini 60-70%ni shu boshpanasiz jonivorlarni davolashga, sterilizatsiya, kastratsiya qilishga sarflashadi. Bu aslida hukumatning ishi, davlatning ishi. Qachonki davlat byudjetidan boshpanasiz jonivorlarni sterilizatsiya va kastratsiyasi uchun, shu ko'payishni oldini olish uchun pul ajratadi, ularni o'ldirmasdan sterilizatsiya, kastratsiya qilib, yana o'sha joyiga qo'yib yuborsa, 1 yilda ichida 2 barobarga, 2 yilda ichida 4 barobarga kamayadi. Hatto Afg'oniston ham shu ishni qildi. Nahotki biza shu ishni qilishga qurbimiz yetmaydi. O'ldirish bilan ish bitmaydi, chunki har bir jonivorning uvoli ham bor. Bu uvoli ham uradi. Bir kun emas, bir kun aniq uradi buni uvoli. Ikkinchidan, Allohim yaratgan har bir jonivorning ham yashashga haqqi bor. Keling, shuni unutmaylik va mana shu shafqatsiz munosabat eng avvalo O'zbekistonni imajiga salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Chunki biz bergan postlarimizda kommentlarida juda ham ko'p vahshiy O'zbekistonga bormayman, ya'ni turizmga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan nimalarni ham, kommentlarni ham o'qish mumkin. Men juda ham istardimki va murojaat
qilmoqchiman. Iltimos, mana shu boshpanasiz jonivorlarning muammosini insonparvarlik yo'li bilan hal qilaylik. O'ldirish bilan hech qachon yaxshilikka va yaxshi munosabatga erishib bo'lmaydi. Hech